Lekin gruppadagina bugun shu to'rtga oldi qo'ygan mollarimizni, ichiniga olgan mollarimizni ko'rgan keldik. Mana shu strashniy o'tgan molimiz yaxshi. Sigirimiz ana. Birinchi bo'lgani. Oyoqda faqat ozgina og'rig'i hozir. Anaqa sepmadinglar, menniki bo'roz olib kelib. Menniki bo'roz olib kelib sepmadinglar deyman. Margansovka bilan yuvib chaylyapti ekan. Og'izda. Sprey ham sepmadinglar umuman. Qisman bor ekan, ancha tetik bo'ldi. Xolisi. Ko'rinishligi ancha yaxshi. Shu ko'gida. Kecha. Yaralar qochishni boshlabdi. Yaralar qochishni boshlabdi. Og'izdagi yaralar. Tirnoqda ozgina gribok bor ekan. Unga menniki porosi bor, menniki porosidan ozgina ishlatib turiladi 3-4 kun. Chayib. Og'zida o'sha yarasi qochishni boshlabdi. Oxirlarni tozalab qo'yibdi nargisi. Mana shu ikkitasi sal suron. Che. 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 Joy torlik qotdi. Mana shuna pastdan o'tirib keyin turadim. Sog'maganlar yo sog'maganmilar? Lemamikol suryaptilar. Lemamikol surib tursinlar. Ham yallig'lanishlarni oladi lemamikol. Emchagiga hammi? Ha, shu emchagiga-da. Yelinga. Oyoqlarda defekt bor. Menniki porosi bilan buni chaylarda 3 mahal. Oyoqlarda defekt bor. Og'riq bor oyoqda. Hey. Hey. Hozir bitta obro'botga qilib berib ketaman. Shunga qarab o'zingizlar qilaverasizlar-da. 2-3 kun qarasanglar, xudo xohlasa cho'tga bo'lib ketadi. Lekin ovqat yeyapti mana. Xudoga shukr. Ovqat yeyapti mana. 4-kun уже. Anaqa oyog'iga sepadigan narsa olib kelaman deyapti. Sepadiganmi? Menniki pora olib keldim. Ha, yaxshi.